Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelib qoldingizmi? Ha, kelib qoldim. Shu ham yigit bo'ldi-yu. Qara, chigirtkani erkakga o'xshaydi. Yo'q qilish kerak. Nima qil deysan? Bunga uddalab bo'lmas vazifalarni yuklab tashlagin, o'zi qochib ketadi. Ha, men umuman olganda to'yga tayyor emasman. Mana mebelim yo'q. O'zim qilaman. Maishiy texnikalarim ham yo'q. Muammo emas. Kelin ko'ylaklar, Xavotir olmang. Hammasini hal qilamiz. mana seni ilojim topyapti-ku. Yo'q. Mana zaks marosimi shunaqa joyda bo'lish kerakki, katta tog'larning orasida panorama oynalardan katta tog'lar ko'rinib turishi kerak. Nima qilyapsiz? Mana. Tabiatning go'zalligini. Nega o'tirib olding? Yo'qotish kerak buni. Bo'ldi, o'chirib o'zingni. Yigit menga yoqdi. Hamma aytganlarimni qilyapti. Qolaversa, qara tanlagan joyini. Senga ovozingni tushir. Bor, yo'qol. Bo'ldi, ketyapman senga. Yo'qol. Bor, ket. O'chirib qo'y. Yo'qol. Senga nima dedim? Qarabdi bu qiz. Yo'qot buni. Yo'qotish kerak. Of. Senga xudo o'maydi. Men ham o'lib turgan joyim yo'q. Joy so'rang qara. Ha. Nariroq turgin, pulga yoqmayapti.